Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlarga mana Namanganda Chustidan, Kalsavoyda oldidan 800 ming so'mdan germanskiy velosipedlar topib qo'ydim. Eng arzoni 600 ming so'mdan boshlab, eng qimmati 3 million so'mgacha Paragon velosipedlar hisoblanadi. Bu tomonda mana endi salchang bosgan, lekin mo'ka qilib qo'ysangiz bo'ladi 600 ming so'mdan akalar. Bu tomonda mana shu o'rtadagi mana alohida qilib qo'yilganlari mana shular 800 ming so'mdan kelib mana shularning ichini tanlab olasiz. Mana shu kelganingizda 800 ming so'mdan tanlab olaverasiz. Bemalol. Xudo xolasa qo'l tormozlari ham bor, fanarligi bor, fanarsizi bor, ikkita uchta skorligi ham bor, bitta skorligi ham bor, xullas hammasidan bor. 800 ming so'mdan. Bu nimani hisobiga endi sal rabochiy, Germaniyadan kelgan, xudo xolasa endi yangilar bular 4 million, 5 million atrofida-da 800 ming so'mga nima beryapti? 4 kilo, 5 kilo go'shtda puli. Bitta olib qo'ysalar, xudo xolasa bitta mashina yo skuterdan ko'ra bu yaxshi, jarima solmaysiz. To'k rasxod qilmaydi, to'g'rimi? Salomatlikka yaxshi. Salomatlikka birinchi o'rinda yaxshi. Qon aylanadi, qonda tromb bo'lmaydi. O'sha tromb endi haligi qon qo'yilib ham ketmaydi, haligi tomirlar to'xtab qolmaydi. Xullas kalom, shu ishda mutaxassisi, shu sohaning egasidan, Hamidullo akamdan video qilamiz. Videoga chiqarilmacha xijolat bo'laman deyaptilar. Manzilga tutmaysizlar, xudo xolasa. Videoni boshladik, manzilni aytdik. Manzil Namangan viloyati Chust, ya'ni mayda Toshkentda Kalsavoy bor. Toshkent Kalsavoy. Toshkent Kalsavoyda chapga 50 metr yurganlaringda mana Rasulov G degan joyda kirib bemalol bozor qilib o'tiraverasizlar, xudo xolasa. Insof darajasida narx bilan salomlashasizlar, xudo xolasa. Boshladigan bo'lsa, mana shu tomondan boshlasak. Mana shu velosipedlarimiz detskiy подростковый hisoblanadi. 14, 12, 14 yoshli, 10 yoshli bolalarga. Bu velosipedlarimiz nihoyatda chidamli. Bemalol 100 kilogacha vesi ham ko'taraveradi, o'zi kichkina bo'lgani bilan ham. Mana shu velosipedlarni 800 ming aytyapmiz, ozgina yo'lini qilib o'tib beramiz. 800 ming so'm. Qaranglar. Tanlab olaverishadi. 800 ming so'mlik velosiped. Balonni qaranglar. Endi bu hamma shunaqa bo'ladi degani emas, akalar. Bunaqangisi ham bor, mana bunaqangisi ham bor. Lekin mana yangisi ham chiqib qoladi. Tanlab olib ketaverasizlar. Orqasidagi balon ham yaxshi ekan. Mana 800 ming so'm o'tib ham berishlari mumkin. Bundan tashqari mana bu bu qatorda endi har xil 1 million 600 700 shunaqa velosipedlarimiz turibdi. 1,5 million qilib beraveramiz mana. Har xil rangdagi velosipedlar, har xil. Endi bularda akalar 4ta 5ta olsa 7ta skorgacha bu. Oldida farali, amalizatori bor, qo'l tormozlari bor, oyoq tormozlari bor, sidinalari, alyumin ramaligi bor, temir ramaligi bor. Temir ramaligi bor. Xohlasalar alyumin, xohlasalar temir. Qanoti buni alyumindan ekan buni. Qanoti alyumindan ekan. Ramasi ham alyumin. Bu qatorchi. Mana shu qatorimiz 1 million so'm. Mana 1 million so'm asosan. Mana alyumin ramasi ham bor, temir ramasi ham bor, qo'lda tormozligi ham bor, oyoqda tormozligi 3 ta, 5 ta, 7 tagacha skoroustligilar bor. Baquvvatligini ko'rsatdingmi jonivorlarda? Baquvvatligini. Zo'r. Qo'rqmasdan, ha, baquvvatligiga garantiya bor. Zo'r. Baquvvatligiga bularning eng yaxshi xususiyati qatida gayka rezba shurub bo'lsa, qotirib qo'ysangiz, o'zingiz kulish bilan bo'shatmasangiz bo'shamaydi. Bo'shamaydi. Boshqa Xitoy velosipedlariga o'xshab bo'shab ketmaydi. Hamma yoqda o'ylaydi. Ha, o'zingiz bo'shatsangiz bo'shaydi. Mana, hattoki mana misol uchun mana akalar qaranglar mana. Oddiy mana bu joyga ham mana shessigirani bolt qo'ygan. 3 ta skorli, qo'l tormozi bor ekan. Oyoq tormozi ham bor. Oyoq tormozi bor. 3 ta skorostlik mana. Mana tomondan olsangiz, hattoki Nechi pul shu? Mana shu 1,5 million. 1,5 ikkita atrajatillarigacha turibdi mana. Hamma atrajatillarigacha zavoddan chiqqan holatida-da to'g'ri minilgan, lekin hech qati buzilmagan, hamma joyi o'zini holatida turibdi mana. Zashitniklarigacha radnoy turibdi. Mana zashitnikdagi atrajatillarigacha hech qati nimasi yo'q. Mana shunaqa velosipedlar. Buni ham o'tib berasiz, xudo xolasa. O'tib beraveramiz. Zo'r. Mana o'cha mana. Bular ham o'sha shu 800 minglikdan. 800 ming so'm. Mana buchi. Bunimiz 1 million 700 ming Maestro degan velosiped. Bu sal mana shu yerda uzunroq bo'ladi, bu yog'i pastroq bo'ladi. Zo'r. Mana har xillardan bor. Mana akalar Kelishilaveradi. endi bu qatorchi mana bu qator. Bu qator, mana bu qator, ikkita qatorni 1,5 million narx aytyapmiz. Oz-moz kelishtirib beraveramiz ekan. 1 million 300 dan tanlovga beraveramiz mana shu yerda. 1 million 300 mingni tanlovga. Tanlovga beraveramiz. Zo'r. Buni qaranglar mana. Buni qaranglar. Hamma yo'g'i bor. Bunaqa changar ichida changartadiganlari mana. Oyoqdagilar noshalari ham yangi pashti. Diskasi alyumin ekan, orqasi yoritadi. Chiroqlari yonadi, hamma joyi ishlaydi. Sidinasi mana chexolchasi Bu ham. qo'l tormozligi mana, bunisi oyoq tormozligi. Mana bu velosipedlarga sal e'tibor berishingiz mumkin. Mana bular narigi mana bu velosipedlarda ikkita duga bo'lsa, bunda 3 ta duga, shuni hisobiga mana bu yerda baquvvat bo'ladi. Baquvvatroq bo'ladi. Ramasi baquvvatroq. 7 ta skorozi bor, tormozi oyoqda. Mana shu velosipedlar, mana bunisi ham yangiday. Mana shu velosipedlarimizni 1,5 aytyapmiz, 1 million 300 ga reklama uchun.
qilib beriladi xudo Qilib xohlasa. beriladi. Akalar bu Siz bor sog'lom narsa, hali yo'q narsa, cho'pchak narsa emas. Shu narxda beriladi xudo xohlasa. Akamizni podeshya qilinglar, xudo xohlasa, zo'r narxlarda chiqarib beryaptilar. Hali yo'q narsani reklama qiladiganlar ham bor-da, lekin bor narsa reklama qilyapti. Kelasizlar, mana shu narxda aytuvding, Siddiqo'zni kanalidan ko'ruvdim, o'sha narxda berasan xudo xohlasa desangiz, berishadi. Mana bunisi nechi pul? Mana shu velosipedimiz 7 ta skorozdlik, alyumin diskalik, temir ramalik, mana qulub kalitigacha turibdi. Hech qatida kamchiligi yo'q. 1,5 qilib beraveramiz. 1,5 qilib beriladi. Bundan tashqari endi ichkarida sal yangirog'i, to'g'rimi? Bular ancha holati yangi, keyin vipskalari yangi. Mana bu yerda elektromotorli velosipedimiz bor, innovatsion motor. Akkumulyatori mana katta. 30 kilometr bemalol yuradi. Bu velosipedimizni 5,5 million qilib beramiz. 5,5 million. Mana bunaqa 7 talik alyumin rama, oldi generatorlik, mana shu rusumdagi velosipedlar mana shu yerda 2,5 million, 3 million, 2 millionga ham bor orasida. 2 milliondan 3 milliondan orasigacha bor mana shu yerda. Mana shu yerda. Tanlasalar ham o'tib ham berishadi. Mana qaranglar, buni ham. Bu mana bu yerda amortizator bor ekan, qarang, amortizator bor ekan. Bunisi nima endi mana bunisi? Bunisi mana shu amortizatorni ishlash tizimi. Mana bu bosilganda, yuk kelganda bu yoqqa egiladigan joyi. Egiladigan. Bali, ramasiga kuch kelmas ekan, Ramaga kuch kelmaydi, odamni qoqmaydi, yumshoq yuradi. Bu velosipedimizda har xil ranglari bor. Rollari bunaqangi ikkitalik, kimdir, hali roliga osilib minishni yaxshi ko'radi-yu, mana shunaqa odamga mana yotqizib olib minib kelsa ham bo'laveradi, kimdir o'tib. Bu rollari ham o'zini pilis tomoni bo'ladi. Bu rolni xohlagan joyingizdan ushlasangiz bo'ladi. Xohlagan joydan ushlab ketaveradi. Yonidan, tevadan, pastidan ushlab ketaveradi. Har xil. Zo'r. Mana ular necha pul deysiz mashlarni? Mana shular hammasi 3 million kami bor. Kelishtirib beramiz, normalni o'tib 3 beramiz. million kami bor, o'tib beriladi. Bular 2,5 million kami bor. Narigi qatorda ham 3 millionligi, 2,5 millionliklar turibdi. Tepada ham 2,5 millionlik velosipedlar kami bor. Hammasi alyumin rami, asosan bu yerdagi velosipedlar. Почти 90% generatorli, oldida generatori bor. Mana bunaqa generatori bor. Shundan tok olib, mana bunda kulichatli farasi bo'ladi. Bunda kulichat qilsangiz yonadi, yurganda o'zidan tok chiqarib beradi. Tok chiqarib beraveradi. Orqa stoplariga ham, orqa stopi ham kerak. Orqa stopi ham yonadi. Orqa stoplari ham bor. Bundan tashqari ba'zi ustaxonalari ham bor. O'zlari mana shu yerda terib, chiroyli qilib, mana shu atrofda bo'lsalar o'zlari o'zimizdan olingan velosipedlarga agar boshqa joydan topishmasa, o'zimizga kelsa, servis xizmati bor. Bor, albatta. Endi bu tomonda ham mana bor. Velosipedlar showroomi. Bu yoqda 1 million 300 ming so'mdan boshlab nemetskiy velosipedlar 2 milliongacha. Mana shular 1 million 300 ming, bu tomonda mana 1 million 400, 500 holatiga qarab. Mana bu yerda yangi Xitoy velosipedlarimiz bor, 1 milliondan 1 million 300 minggacha. 1 milliondan 1 million 300 minggacha. Mana shu yerda, mana shu yerda, mana shundan bu yog'i, mana shundan bu yog'i tepaga qarab, hammasi alyumin ramalik, generatorli velosipedlar, 2 qavat diskali, sportli velosipedlar 2 million kami bor. Tornizlar. Amortizatorliklari ham bor bularda ham mana amortizatorlik. Qayda amortizatorliklari? Zo'r, mana qaranglar. Sidenezda amortizatori bor ba'zi birida. Mana. Bu mular nimaga kerak? Bu aslida bu sidenani qo'l bilan shunday bo'shatasiz, xohlagan razmeringizga qo'yib olaverasiz. Bo'yiga qarab turib nima qilib olaveradi? Zo'r. Mana bu velosipedlarimizda 1,5 million narx aytyapmiz, 1 million 400 qilib beramiz. Tanlov asosida xohlaganlarini tanlab olaveradilar. Mana shundan bu yog'i. Ha. Voy. Shuncha tanlov ko'p. Kimga qarag'asi, oqi, qorasi, yashili, pushtisi. Velosipedlarimiz xudo xolasa sifati yaxshi, laklanmagan, ortiqcha kraska qilinmagan. Ba'zi birlarini mana qiriladi kelguncha rol puli yoki kapotiga ozmoz kraska qilinishi mumkin. Lekin iloji boricha zavodskiy holatda. Iloji boricha kraska qilinmaydi, hech qayerga tegilmaydi. Biz kraska qilmaymiz. Asosiysi detallari iloji boricha faqat nemetskiy detalda chiqadiganlarini tayyorlab sotuvga qo'yapmiz. Sotuvga qo'yiladi. U yoqda bu yoqda kamchiligi bor. Nemetskiy bo'lmasdan Xitoy qo'yiladigan bo'lsa, mana pakrishkadan tashqari. Mana yurish tizimida agar Xitoy qo'yiladigan bo'lsa, ularni arzonroq ustalarga beryapmiz. Zo'r. Akalar, xudo xolasa, velosipedlar, veliklar arzon narxlarda optim, xolasalar, hali veliklar nima qilib sotadiganlar, olib sotadiganlar bor. Detskilarimiz ham bor. Aloqa yetishtirgan ham bo'laveradi. Zo'r. Detskilar. Bu tomonda mana detskilari ham bor. Mana 3 ta oyoqli, 2 ta oyoqli, ya'ni 5 yoshdan, 3 yoshdan boshlab bu yerda
15 yoshgacha ketaverar ekan ham tarafda. 500 mingdan boshlab to 1 million 200 300 gacha bor. 500 mingdan 1 million 200 1 million 300 gacha bor. Shtabalo'liklari, bunaqangi amagatiliklar har xilidan bor. bor. Xudo xolasa akalar. Yaqin atrofga dastavka xizmati ham bor. Yaqin atrofga ham Uzoqroqqa ham O'zbekistonning xohlagan joyiga dastavka qilib beramiz, kelishilgan holatda. Endi mana misol uchun vodiydan, vohadan, umuman hamma joydan ko'rishadi. Toshkentdan ham ko'rishadi akalar. Masofani daxli yo'q. Xudo xolasa, agar kelish bo'lsalaring dastavkani 50 ham qo'rishaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu bitta nimani Kobaltda ko'rgan bo'lsalaring, men o'zim otaxonimga bitta velosiped oldim. Xudo xolasa arzon qilib berdilar. Duo qilaman, Xudo xolasa, shunaqa qilib yig'ib ham berib yuborishaveradi. O'zlaring yig'ib olaman desalaring, iloji boricha ixchamroq qilib berishadi. Muammo yo'q. Yetkazib berishadi. Xudo xolasa rozi qiladigan qilib berishadi sizlarga. Faqat tog'amizni hurmat qilib, like bosib, kommentariyada fikrlarni yozinglar. Xudo xolasa, olmasalaring like bosib, oladiganlar ekranda nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar uchun salkam 120 kilometr masofadan kelib video qilyapmiz. Mehnat qadrlab, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh shunaqa ishlab chiqarishlardan, optim joylardan, birinchilardan ko'rib borasizlar. Albatta velosiped mininglar. Velosipedning nihoyatda foydasi katta. Qon tizimi, mushak tizimlari, suyak tizimlari, asab tizimlari hammasiga foydasi borki, zarari yo'q. Zarari yo'q, albatta. Albatta sog'lom bo'lasiz. Ayniqsa yigitlar uchun buni minish shart deb o'ylayman. Minish shart. Har kuni hech bo'lmasa 2-3 kilometr yurib qo'ygan yigit kishi yigitligidan nolimaydi. Nolimaydi. Testosteronni ko'taradi qo'pol qilayotganda. Zo'r. Immunitetni ko'taradi, hamma yog'i ko'taradi. Haqiqatda endi ot minishda endi shaharda kamdan kam iloji bo'ladi, chunki shaharda ot kam. Endi qishloqqa kimdir vaqti bo'lmaydi, dam olmaydigani bor. Endi velida har doim minishning imkoniyati bor. Chunki shaharda ham minaverasiz, qishloqda ham minaverasiz. Xullas kalom olsalaring bo'laveradi, xudo xolasa akalar. Bitta uyga bo'lsa, nonga chiqib kelishga, magazinga. 1 soat telefonga tikilmaysiz, bir sayr qilib kelasiz. Sayr qilib kelasiz. Maza qilib uxlaysiz. Aloqaga chiqinglar. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar.